og'izdan chiqadi. Inna a'toyna qayerdan chiqadi? Qulog'ingizdan chiqmaydi, og'zingizdan chiqadi. La ilaha illalloh og'izdan chiqadi. Hozir la ilaha illalloh desak, aka chiqib turib birovning onasidan kelib so'kinib tursak. Nima bu? G'irt munofiq mashi bo'ladi. Munofiq deb shuni aytadi. Telefonida Qur'on ham bor, masala ham bor, yalang'och ham bor, muzika ham bor, hamma yo'q bor. Opshi. Munofiq shuna bo'ladi-da. Qayerga borsa o'sha rolni o'ynaveradi. Rol o'ynaydigan bo'ladi munofiq. 200lama bo'ladi. Maskasi ikkita bo'ladi. Bu yaxshi emas bu. Shuning uchun yigitlar o'yg'oninglar, yosh bola basinglar. Yosh bola bas bo'lganliklaring uchun mana o'rtoqlar uylanyapti. Yosh bola deb turib cho'g'da, shu kuraychada cho'g'da olib kelib usha desa, usha o'zi shuni yosh bola deydi. Ha bugun ajratyapsiz-ku. Qo'qonni tuflisini kiymayman, moni kiyaman. Juda ajratyapsiz-ku. Endi amallarda ham yaxshi yomonga ajratishni o'rganinglar endi. Asha hazil huzul bachkana qiliqlaring bor-ku. Sizlarga gapiraman.